Bizlarda bu mahsulotlar bilan ishlayotganimizda, masalan, MLM sistemasida joiz, nojoiz deyishga aslida men o'zim bu sohada bo'lmaganligim sabab bu temada ko'zlashni yoki boshqa narsani xohlamayman. No, har bitta inson o'zi bu bizlar shu davlatda yashaganligimiz uchun, insonlarga bergan savoliga to'g'ri javob berishimiz uchun MLM sistemasidagi joiz, nojoiz degan narsalarni hammamiz o'rganib chiqishimiz shart. O'rganib chiqqan holatda, masalan, O'zbekiston ulamolarini boyagi xulosalarni o'rganib chiqqan holatda, agarda siz insonlarga tavsiya qilayotgan mahsulotlaringiz inson salomatligi uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, foydasi bo'ladigan bo'lsa, uni qiymati haddan tashqari qimmat bo'lmasa, foydali, joiz. Ikkinchidan, siz qilinayotgan, taklif qilayotgan ishingizda sizga keladigan daromad insonlarni tikkan pulidan keladigan bo'lsa, nojoiz. Bizlarda asosiy 100% hamma daromad turlari, bizlarga beriladigan daromadlar bu korporatsiyaning tovar-oborotidan. Даже bitta insonni bu biznesga bizlar taklif qildik. Deylik, mana. Bizlar taklif qilayotgan paytimizda даже bizlarning fikrimiz ham даже to'g'ri bo'lishi kerak. Uni hamkor qilib, uni yozdirib, uni hisobiga daromad olish degan emas. Men Greenleaf korporatsiyaning mahsulotini, qiymatini ularga tushuntirib, uni salomatligi uchun foydaliligini, bir martagina hamkor bo'lsa, u umrini oxirigacha 50% skitkada olishligini, mahsulotni korporatsiya berayotgan narsasini, qiymatini unga taklif qilyapman. Maqsad uni yozdirib pul olish emas. Agar prosta odamlarni yozdirib pul olib ketish bo'ladigan bo'lsa, bu sizning biznesingiz noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun birinchidan sizni fikringizdan boshlanishi kerak, halollik, to'g'rilik. Qarabsizki, bizlarda даже mana oddiygina bitta insonni biznesga taklif qildik, korporatsiya bizlarga beriladi shaxsiy taklif uchun. U insonni biznesga taklif qilganimiz uchun bizlarga tovar-oborotdan 5% beradi. Masalan, u 1,140 ming vложение qildi. Bizlarga undan 5% bermayapti. Unga berilgan mahsulotning qiymati PV-sidan bizlarga 5% beryapti. Formulasini bilamiz, hammamiz. U formulasi bo'lsa alohida kun. Shuning uchun har bitta qilgan narsani hech qachon birov bilan sporlashmang. U to'g'risi, u tema bo'yicha. Siz o'zingiz qilayotgan ishingiz to'g'rimi? Bildingiz bo'ldi. Masalan, ko'p narsalar, ko'p savollar, urush-janjallar, xafagarchilik, birovning ko'nglini ortish, bu bilimsizlikdan kelib chiqadi. U birovdan eshitib olgan gapini o'zi hali tushunib yetmadi, ammo yomon bu noto'g'ri. MLM sistemi, butun hamma MLM sistemi yomon. Ammo MLM sistemi bu korzinka ham, farm kabinet ham hammasi ekanligini tushunganda edi u inson. Bunaqta fikrlamagan bo'lar. Balkim o'zi shu yerda ishlar shu inson.